Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan yelka bo'g'imi, artikulatsiya glenohumerales haqida gaplashamiz. Yelka bo'g'imi tanamizdagi eng keng harakat doirasiga ega bo'lgan bo'g'im hisoblanadi va shu bilan birgalikda eng ko'p zararlanish aynan mana shu bo'g'imda uchraydi. Ushbu bo'g'imni quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib sizlar bilan bo'g'imni hosil qiluvchi asosiy komponentlarini gaplashib chiqamiz. Ya'ni aynan mana shu bo'g'imni hosil qilamiz. Undan so'ng ushbu bo'g'imni mustahkamlovchi qo'shimcha bo'g'im komponentlari haqida gaplashamiz va so'ngida maxsus mushaklar guruhi, ya'ni rotator cuff muscleslar haqida gaplashamiz. Yelka bo'g'imi yoki artikulatsiya glenohumerales. Ushbu bo'g'imni tuzilishini to'liq tasavvur qilib olishimiz uchun bo'g'imni ustidan qoplab olgan kapsula va ligamentumlarni olib turamiz va suyak darajasidan boshlab qavatma-qavat ko'rib chiqamiz. Yelka bo'g'imini hosil qilishda asosan ikkita suyak. Yelka suyagini boshi caput humerus va kurak suyagini glenoidal chuqurchasi cavitas glenoidalis ishtirok etadi. Bo'g'imni ustidan qoplab turgan boylamlarni birikishi uchun, demak, os klavikula ham aynan mana shu bo'g'imni hosil qilishda ishtirok etadi deb olsak bo'ladi. Asosan, demak, quyidagi ikki suyakda joylashgan bo'g'im yuzalari bu bo'g'imni hosil qiladi. Birinchi bo'g'im yuzasi yelka suyagini boshida joylashgan bo'g'im yuzasi hisoblanadi. Xo'p, ushbu bo'g'im yuzasi cavitas glenoidalis chuqurchasiga kirib turadi. E'tibor beradigan bo'lsak, ushbu bo'g'im yuzalari bir-biriga nisbatan nomutanosib. Ya'ni yelka suyagini boshini yuzasi anchagina yirik. Ya'ni nisbatda oladigan bo'lsak 1 ga 3 nisbatda. Aynan mana shu demak bo'g'im yuzasini kichikligini biroz kamaytirish uchun mana bu yerda labrum glenoidalis scapula yordamga keladi. Bu bo'g'im yuzasini 50% gacha kengaytirib beradi. Baribir mana shu bo'g'im yuzasi kichikligicha qolaveradi. Ya'ni to'liq kompensatsiya bo'lmaydi. Shuni hisobiga yelka bo'g'imini demak harakati demak juda ham erkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda vaqtga qarshi bu bo'g'imni joydan siljishi, ya'ni sublokatsiyasiga imkon yaratadi aynan mana shu bo'g'im yuzasining kichikligi. Ushbu bo'g'imni ustidan demak bo'g'im kapsulasi o'raydi. Buni aytamiz kapsula articularis. Kapsula articularis biz gaplashgandek ikkita qavatdan iborat bo'ladi. Ya'ni tashqi qavat fibroz qavat, stratum fibrozum va ichki qavat sinovial qavat, ya'ni stratum sinoviale. Sinovial qavatning asosiy vazifasi bo'g'im suyuqligini ishlab chiqarish. Ya'ni sinovial suyuqlik. Sinovial suyuqlikning asosiy vazifasi esa aynan mana shu bo'g'imni harakatini osonlashtirish va bo'g'im yuzalarini bir-biriga ishqalanishini kamaytirish va bo'g'imni yuzalarining ustidan qoplab olgan tog'aylarni demak oziqlantirish vazifasini bajarar edi. Bizda boylamlar mavjud, ya'ni boylamlarni biz turlarga ajratgandik. Ekstrakapsulyar, intrakapsulyar va kapsulyar. Aynan yelka bo'g'imida o'ziga xos bo'lgan demak kapsulyar bo'g'imlar mavjud. Ya'ni ular kapsula tarkibida bo'ladi. Ushbu boylamlar quyidagilar. Birinchi ko'rib chiqadigan bo'lamiz bu ligamentum glenohumerales superior. Ushbu boylam demak bizda yuqoridan yuqorida joylashganligi uchun yuqoridan aynan mana shu bo'g'imni stabilligini ta'minlab turadi. Ayniqsa bo'g'imni abduksiyasi, ya'ni tanadan uzoqlashishi va eksternal rotatsiya holatida demak aynan mana shu bo'g'imni stabilligini ta'minlab turadi. Keyingi boylamimiz bu ligamentum glenohumerales medialis va undan pasti ligamentum glenohumerales inferior. Xo'p, ushbu ikki bo'g'im ham yuqoridagi kabi demak qo'lni abduksion harakatida va eksternal rotatsiya holatida ushbu bo'g'imni harakatini stabil ravishda ushlab turadi va bo'g'imni mustahkamlab turadi.
Bu kapsula tarkibidagi bo'g'imlar. Undan tashqari bizda demak ligamentum coracohumerale bo'g'imi ham boylami ham mavjud. Ushbu boylam mana bu tumshuqsimon o'simta Processus caracaceusni demak lateral qirrasidan boshlanib aynan mana bu yerda joylashgan ligamentum transversum humeriga kelib birikadi. Ushbu bo'g'im ham demak yuqori tarafdan demak articulations glena humeralini stabilligini ta'minlaydi. Bo'g'imni mustahkamlovchi, ya'ni aynan mana shu bo'g'imga bog'liq bo'lmasa ham bilvosita bu bo'g'imni mustahkamlovchi boylam ligamentum coracoacromiale mavjud bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda ligamentum transversum humeri gaplashdik. Ushbu boylam aynan mana bu yerda joylashgan, ya'ni yelka suyakning ikki do'mboqi orasida sulcus mavjud edi. Ya'ni tuberculum major, tuberculum minor va mana bu yerda sulcus intertubercularis. Sulcus intertubercularisda ikki boshli mushak musculus bicepsni demak uzun boshini payi yotadi. Aynan mana shu payini demak ustidan qoplab turadigan boylam ligamentum transversum humeri hisoblanadi. Bu boylam aynan mana shu payni barqaror ravishda ushlab turishiga yordam beradi. Bu pay demak bo'g'imni yuqori yuzasi bo'ylab yo'nalib mana bu yerda joylashgan tuberculum supraglenoidalis do'mboqchasiga borib birikadi. Mana tuberculum supraglenoidalis. Bu bo'g'imni ustidan qoplab olgan boylamlar hisoblanadi. Boylamlardan tashqari bizda bu boylamlar mana bu bo'g'im kapsulasining sinovial qavatini ustida joylashadi. Sinovial qavat ustidan esa fibroz qavat yopish kerak. Ya'ni stratum fibrozum sinovial qavatni ustidan yopgandan keyin mana bu boylamlar ikkita qavatning orasida qoladi. Shuning uchun ham bularni kapsulyar boylamlar deb ataganmiz. Fibroz qavat aynan mana shu bo'g'im ustidan yopgandan keyin bu bo'g'im ancha mustahkamlashadi. Stratum fibrozum asosiy vazifasi aynan bo'g'imni stabilligini oshirish va buni o'sha joyidan siljish, ya'ni sublokatsiyasini ma'lum darajada kamaytirish vazifasini bajaradi. Stratum fibrozumni pastki qismida mana bu yerda xaltacha mavjud. Ushbu xaltachani recessus axillaris deb ataymiz. Recessus axillaris yelka bo'g'imini abduksion harakatida yelkani boshi pastga qarab sirpanuvchi harakat bajaradi. Aynan mana shu sirpanuvchi harakatni osonlashtirish vazifasini recessus axillaris bajaradi. Rejamizga binoan endi sizlar bilan alohida mushaklar guruhi, ya'ni rotator kaf mushaklari haqida gaplashamiz. Rotator kaf mushaklari yelka bo'g'imini dinamik stabilizatorlari hisoblanadi. Nima degani rotator kaf? Nima degani dinamik stabilizator? Har bir so'zga alohida izoh beramiz. Demak, rotator degani yelka bo'g'imini rotatsion harakatlarini amalga oshiruvchi ma'nosini anglatadi. Kaf degani biron bir narsani demak qoplovchi, ya'ni manjet singari qoplab turuvchi ma'nosini anglatadi. Dinamik stabilizator esa aynan mana shu rotator kaf mushaklari dinamik harakat bajarayotgan paytda yelka bo'g'imi stabilligi, ya'ni barqarorligi oshadi. Ushbu mushaklar, ya'ni qisqargan paytda yelka bo'g'imini demak boshi ichkariga qarab itariladi. Ya'ni aynan mana shu bo'g'im mustahkamligi oshadi. Rotator kaf mushaklariga yelkani demak kamar mushaklaridan 4 ta mushak kiradi. Bular bittasi oldinda joylashgan, 3tasi orqada joylashgan. Bular quyidagilar. Birinchi mushak musculus supraspinatus.
Ikkinchisi musculus infraspinatus. Uchinchi mushagimiz musculus teres minor va oldinda joylashgan musculus subscapularis mushaklari. Ushbu 4 ta mushak demak rotator kaf mushaklarini hosil qiladi. Nima uchun aynan mana shu 4 ta mushak? Bizda o'zi demak yelka kamarida 6 ta mushak bor. Bundan tashqari musculus teres major va musculus deltoideus ham yelkani kamar mushaklari hisoblanadi. Mana shu 6 talasi emas degan mana shu 4 tasi degan savolga javob. Qolgan 2 ta mushak, ya'ni deltoideus bilan teres major bizda rotator kaf emas. Ya'ni mana bu bo'g'imni ustidan qoplamaydi va buni bo'g'imni stabilligiga hissa qo'shmaydi. Shuning uchun ham aynan mana shu 4 ta mushak rotator kaf mushaklari sifatida ajratib olingan. Har bir mushakni bitta-bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi demak oldingi yuzada joylashgan musculus subscapularis mushagi. Ushbu mushak fossa subscapularisdan boshlanib yelka suyagini kichik do'mbog'i tuberculum minor ossis humeriga borib birikadi. Xo'p, ushbu mushak mana e'tibor beradigan bo'lsak, oldindan yo'naladigan mana shu tuberculum anteriorga borib birikadi desak, mana bu bo'g'imni oldingi qismini qoplaydi. Bu esa bo'g'imni oldinga qarab siljishini oldini oladi. Ya'ni old sublokatsiyasini oldini oluvchi mushak hisoblanadi. Yelka bo'g'imini oldinga qarab siljishini oldini oladi ushbu mushak. Bu mushakni asosiy vazifasi nima degan bo'lsak, bu mushak demak ichkariga qarab burish, ya'ni internal rotatsiyani ta'minlaydi ushbu mushak. Mana ichkariga qarab yelka bo'g'imi burilishi aynan musculus subscapularis bilan bog'liq bo'ladi. Orqa yuzadagi 3 tani gaplashib chiqamiz. Birinchisi bu musculus infraspinatus. Musculus infraspinatus o'z nomidagi chuqurcha fossa infraspinatusda joylashadi va yelka suyagini katta do'mbog'i tuberculum majorga borib birikadi. Ushbu mushakning asosiy vazifasi demak eksternal rotatsiyani ta'minlaydi. Ya'ni yelka suyagini boya harakatni ko'rdik animatsiyada, tashqariga qarab demak burilishini ta'minlaydi. Undan yuqorida joylashgan mushak musculus supraspinatus. Bu ham o'z nomidagi chuqurcha fossa infraspinatusdan boshlanib akramionning ostidan o'tib mana bu yerda tuberculum major ossis humeriga borib birikadi. Mana shu birikishidan avval mana bo'g'imni yuqori qismini demak qoplab turibdi. Xo'p, aynan mana shu muskul o'sha yelka mushaklar orasida eng ko'p demak zararlanuvchi muskul hisoblanadi. Musculus supraspinatus hamda infraspinatuslar bizda o'sha aynan mana shu mushaklarni ko'p harakatga keltiruvchi sportchilarda, ko'pincha tennischilarda ko'proq zararlanadi. Aynan mana shu supra hamda infraspinatus mushaklari. Va so'nggi kichkinagina muskulimiz bu musculus teres minor. Musculus teres minor demak kurak suyagini margo lateralisdan boshlanib yelka suyagini katta do'mbog'iga borib birikadi. Ushbu mushakning vazifasi ham demak bizda tashqi rotatsiyani ta'minlash. Musculus supraspinatus funksiyasini aytmay ketamiz. Musculus supraspinatus asosiy funksiyasi qo'lni abduksion harakatini boshlanish qismini hosil qilib berish. Ya'ni tanadan uzoqlashtirish. Ya'ni mana bu funksiyani boshlang'ich qismini aynan mana shu muskul boshlab beradi. Keyingi harakatni esa harakatning qolgan qismini esa musculus deltoideus davom ettiradi. Bular rotator kaf mushaklari va bular o'sha yelka bo'g'imini mustahkamlovchi eng muhim 4 ta mushak hisoblanadi.